Birodarlar, srochni truck driverlarga jo'natinglar. Bugun 8-noyabr 75-highway Florida, Georgiadan ketishdi. 100% Resteriyada reyd bo'lyapti. Hozirgina men o'zim lichna danniy moment 3-4 ta politsiyskiy mashinalarni ko'rib, spesialniy mashinam uzoqda. Spesialniy yo'lning ustiga to'xtab, o'zim piyoda qaytyapman. Mana bu erkak bilan ana shu mashinadan tushdi. Bu yerda ikkita. Mana buni patrul qilib yuribdi. Men spontan atrofni video olganday qilyapman akalar. Ketgan mashina hozirgina shularning oldiga turgandi, u chiqib, qarochi patrul qilyapti. Bittasi bordi, yo'qda to'xtadi qarochi. Ko'rdingizmi? Truck stopning oldiga. Endi reydni boshlasa kerak. Birodarlar, bugun 8-noyabr, bu haqiqat ekan. Realniy polislar, bular aysmi kim bilmadim, kostyumidan farq qila olmadim. Chunki garajdan kiygan, lekin hammasi it bilan tushib, 3 ta podryad mashina bitta joyga to'xtab, bittasi patrul qilib yuribdi. Tak что ehtiyot bo'lamiz. Men o'zdan nima men Georgia bunaqa bo'lsa, Floridada nima bo'lyapti bilmadim. Birodarlar, Resteriyada reyd o'tkazilishi bu 100%. Buni boshqa iloji yo'q.